Assalomu alaykum. Qisqa ko'paytirish formulalarini o'zini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi formulamiz a plus b ning qavs kvadrati. Buni yoyadigan bo'lsak, a ning kvadrati plus 2ab plus b ning kvadrati bo'ladi. Endi e'tibor qilamiz. A ning darajasi mana yerda 2 bo'lyapti, keyin 1 bo'lyapti, keyin mana yerda yo'q bo'lyapti. Mana yerda b ning darajasi yo'q, keyin b ning 1, keyin b ning 2si. Ya'ni a ning darajasi kamayib ketyapti, b ning darajasi oshib ketyapti. Oldidagi 1, 2, 1 degan sonlar qayerdan kelib chiqyapti? Endi buni ikkita yo'li bor. Newton binomidan yoki Pascal uchburchagidan topamiz desak bo'ladi. Xo'p, hozir Pascal uchburchagidan topadigan bo'lsak, masalan mana 1 yozib olamiz mana ikkichigiga. 1 ga 1 ni qo'shsak 2, keyin ikkichigiga yana 1 yozamiz. 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 2 ga 1 ni qo'shsak 3, yana ikkichiga 1 yozib ketaveramiz. 1 ga 3 ni qo'shsak 4, 3 ga 3 ni qo'shsak 6, 3 ga 1 ni qo'shsak 4, yana ikkichiga 1 yozib ketaveramiz mana. Keyin 1 ga 4 ni qo'shsak 5, 4 ga 6 ni qo'shsak 10, 6 ga 4 ni qo'shsak 10, 4 ga 1 ni qo'shsak 5, yana ikkichiga mana 1 yozyapmiz. Yana 1 ga 5 ni qo'shsak 6, 5 bilan 10 ni qo'shsak 15, keyingisi mana ikkalasi 20, keyin 15, keyin 6, keyin 1. Mana shunaqa ketyapti. Mana ko'rinishi uchburchakka o'xshash bo'lyapti. Ya'ni buni davom ettirsa bo'ladi yana. Davom ettirsa mana 1 ga 6 ni qo'shsa nechi? 7, 6 ga 15 ni qo'shsa nima? 21 deb davom ettirib, cheksiz davom ettirsa bo'ladi. Bu Pascal uchburchagi deyiladi. Pascal uchburchagi. Endi Pascal uchburchagi bo'lsa, mana oldidagi sonlar mana 1, 2, 1 koeffitsentlari mana undan kelib chiqyapti mana. 1, 2, 1 o'shandan kelib chiqyapti. Shunaqa darajalar hamma shundan kelib chiqadi. Endi ikkinchi formula. A minus b ning kvadrati. Bu degani a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Bu ikkalasi bir xil narsa, faqat mana plus bo'lsa, mana 2 ni oldi plus bo'ladi, buni oldi minus, mana o'rta minus bo'lsa, mana 2 ni oldi minus bo'ladi. Ikkalasi bir xil. Uchinchisi a kvadrat ayrilgan b kvadrat. Bu degani a ga b ni bir marta qo'shamiz, ko'paytiramiz, qavs ochamiz, a dan b ni bir marta ayiramiz degan. Yana mana qavsni bittalab ko'paytirib chiqsa, mana a ni a ga, a ni b ga, keyin b ni a ga, b ni b ga ko'paytirib hisoblab chiqsa, mana shu chiqadi degan. Keyin to'rtinchisi a ning kubi plus b ning kubi kelsa, birinchi qavs a plus b bo'ladi. Keyingisi a kvadrat minus ab plus b kvadrat bo'ladi. Bunda ham ma'nosi mana plus bo'lsa, birinchisi plus bo'ladi, keyingisi mana a 2 bo'lyapti, keyin 1 bo'lyapti, keyin yo'q bo'lib ketyapti. Mana yerdan b yo'q, keyin 1 bo'lyapti, keyin 2 bo'lyapti. Ya'ni a ning darajasi kamayibdi, b ning darajasi oshyapti. Beshinchisi a ning kubi minus b ning kubi kelsa, buni bo'ladi a minus b bo'ladi. Keyingisi a ning kvadrati plus ab plus b ning kvadrati bo'ladi mana. Endi mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa. Ya'ni a niki kamayib ketyapti, b niki oshib ketyapti. Mana minus bo'lsa, qolgan hammasi plus bo'lar ekan. Mana plus bo'lsa, mana bitta plus, bitta minus, bitta plus bo'lyapti. Ya'ni plus minus bo'lib almashadi. Oltinchisi a plus b ning qavs kubi kelsa, bu a ning kubi plus 3 a kvadrat b plus 3 a b kvadrat plus b ning kubi. Bu nima degani? Bu degani mana a ning darajasi nechi mana? 3, keyin 2, keyin 1, keyin yo'q. B ning darajasi mana yerda yo'q. Keyin 1, keyin 2, keyin 3 bo'lyapti. Keyin oltita sonlar mana 1, 3, 3, 1. O'sha 1, 3, 3, 1 lar mana yerga kelib chiqibdi mana. 1, 3, 3, 1. Buni ham oldi mana 1, 3, 3, 1. Ya'ni Pascal uchburchagi aytibdi oltidagi sonlar. A ning darajasi mana 3 edi, 2 edi, 1 bo'ldi, yo'q bo'ldi. B niki yo'q edi, 1 bo'ldi, 2 bo'ldi, 3. Ya'ni A niki kamayib ketaveradi, B niki oshib ketaveradi. Oltidagi sonlar Pascal uchburchagidan topsak bo'ladi. Keyin 7-inchisi a minus b ning kubi bo'lsa, shuni o'zi bo'ladi, bitta plus, bitta minus bo'ladi. A ning kubi minus 3 a kvadrat b plus 3 a b kvadrat minus b ning kubi. Bu ham shunday bo'lyapti mana. Bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus. Qolgani mana a ning darajasi 3, keyin 2, keyin 1, keyin yo'q. B niki mana boshida yo'q, keyin 1, keyin 2, keyin 3. Ya'ni a kamayibdi, b oshyapti. Endi qo'shimcha 8-inchisi a kvadratga b kvadrat qo'shadigan bo'lsak, buni a plus b ning qavs kvadrati ayrilgan 2 ta ab desa bo'ladi. Keyin 9-inchi yana qo'shimcha, yana a kvadrat plus b kvadrat, mana ikkovi bir xil hozir. Lekin bu yoqda farq bo'ladi. A minus b ning kvadrati bo'lsa, bu plus 2 ta a bo'ladi. Demak, 8, 9 dan mana a kvadrat b kvadratlar bir xil, faqat bu yoqda farqi bor mana. Plus bo'lsa, bu yoqda minus, mana minus bo'lsa, bu yoqda plus bo'lyapti. Endi bu asosiysi, mana shular asosiy formulalar, mana yodlab oladigan joyi. Endi
Xo'p, kattaroq daraja kelsa, masalan, A plus B'ning 4-darajasi kelsa, 4 daraja keldi degani, mana 4 boriga qaraymiz bunaga. A'ning 4 bo'ladi, A'ning 4, keyin 1, mana oldida 1 bor, keyin plus 4, A'ning darajasi 3 bo'lyapti, keyin B bo'lyapti. Keyin 4 dan keyin yana 6 bo'lyapti, mana 6. A'ning darajasi bitta kemayapti, 2 bo'lyapti, keyin B'ning ham 2si bo'lyapti. Keyin 6 dan keyin yana 4 kelyapti. A'ning darajasi yana bitta kemayadi, mana 4A bo'ladi, keyin B'ning 3 bo'ladi, keyin plus B'ning 4 bo'lyapti. Demak, tushunib olamiz. A'ning darajasi mana boshida 4, keyin 3, keyin 2, keyin 1, keyin 0. B'ning darajasi boshida yo'q, keyin 1, keyin 2, keyin 3, keyin 4. Ya'ni mantiq bo'yicha har doim mana A'ning darajasi kamayib ketyapti, B'ning darajasi oshib ketyapti. Altdagi sonlar 1, 4, 6, 4, 1lar Pascal uchburchagidan chiqyapti. Keyin agar buni minusligi bo'lsa, mana bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus, agar keyingisi bo'lganda minus bo'ladi, ya'ni plus minus bo'ladi. A plus buni 5-chisi bo'lsa, A plus buni 5-chisi bo'lsa, mana A ni 5 deb boshlanadi mana. A ni 5, keyin mana yerda necha kelyapti? 5. 5 A ning 4, keyin B bo'ladi. Keyin plus yana 5 dan keyin 10. A ning 3, A ning 3, B ning 2si, keyin yana 10. A ning darajasi bittaga kamayadi, A ning darajasi bittaga kamaysa A ning 2si bo'ladi. B niki bittaga qo'shadi, B ning 3i bo'ladi. Undan keyin 5, A ning o'zi, keyin B ning 4, keyin plus B ning 5. Mana A ning darajasi 5 edi, keyin 4 bo'ldi, keyin 3 bo'ldi, keyin 2 bo'ldi, keyin 1 bo'ldi, keyin yo'q bo'ldi. Mana B niki yo'q edi, keyin 1 bo'ldi, keyin 2 bo'ldi, keyin 3 bo'ldi, keyin 4 bo'ldi, keyin 5 bo'ldi. Mana shunaqa oshib ketyapti. Endi xulosa qilamiz. A ning darajasi mana 5 dan yo'q, mana 5, 4, 3, 2, 1, 0 bo'lib kamaydi. Hop, B niki yo'q edi, keyin 1 bo'ldi, keyin 2 bo'ldi, keyin 3 bo'ldi, keyin 4 bo'ldi, keyin 5 bo'ldi. Alttagi sonlarni Pascal uchburchagidan topdik. Endi A plus B ning 6-chisi bo'ladigan bo'lsa, A plus B ning 6-chisi bo'ladigan bo'lsa, demak bu A ning 6si bo'ladi, plus 6 A ning 5i bo'ladi, keyin B bo'ladi. Keyin plus 15 A ning darajasi 4 bo'ladi. B ning darajasi mana 2 bo'ladi. Mana A niki 6 edi, 5 bo'ldi, 4 bo'ldi, kamayib ketdi. Mana B yo'q edi, 1 bo'ldi, 2 bo'ldi. 15 dan keyin 20 kelyapti mana. 20 A ning 3i, B ning 3i plus yana plus 20 dan keyin yana 15 A ning darajasi 3 dan bitta kamaysa 2, keyin B ning 4i plus 6 A niki yana bitta kamaydi, B ning 5i, keyin plus B ning 6si. Ya'ni hammasini qaraymiz mana. Birinchi A ning darajasi 6, keyin 5, keyin 4, keyin 3, keyin 2, keyin 1, keyin yo'q mana. B niki yo'q edi, keyin 1 bo'ldi, 2 bo'ldi, 3 bo'ldi, 4 bo'ldi, 5 bo'ldi, 6 bo'ldi. Davom etamiz. Endi bizga mana bunaqa misollar berilsa, mana A ning 5i plus B ning 5i berilsa, A plus B deymiz birinchi qavusini. Keyin qavus A ning 4i, keyin minus A ning 3i B bo'lyapti. Ya'ni kelib chiqishi mana plus bo'lsa, mana plus bo'lyapti. Keyin mana 5 bo'lsa, mana A bor, 1 kemaydi 4 bo'ladi. Ya'ni 1 bilan 4 jami 5 deb beradi. Keyin A niki mana kamaydi, B paydo bo'ldi. Keyin yana plus A yana bitta kamayadi, 2 bo'ladi. B oshadi mana. Bu ham 2 bo'ldi. Keyin minus bo'ladi yana. A yana bitta kamayadi. B oshadi. Mana 3 bo'ladi. Keyin plus B ning 4 bo'ladi. Endi e'tibor qilamiz mana. A plus B bo'lsa, A plus B bo'ladi ekan. Keyin A ning darajasi mana necha edi? 4 edi. Keyin 3 bo'ldi. Keyin 2 bo'ldi, keyin 1 bo'ldi, keyin yo'q bo'ldi. A ning darajasi 4 dan 4, 3, 2, 1 yo'q bo'ldi. B niki mana yo'q, keyin 1 bo'ldi, keyin 2 bo'ldi, keyin 3 bo'ldi, 4 bo'ldi. Ya'ni jarayon A ning darajasi kamayib ketyapti, B niki oshib ketyapti. Boyagidek. Keyin bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus bo'lyapti. Ya'ni plus minus bo'lib ketyapti. A ning 5i minus B ning 5i bo'lsa, bu nima bo'ladi? A minus B bo'ladi buni. Keyin qolgani A ning 4i plus A ning kubi B plus A ning kvadrati B ning kvadrati plus A B ning kubi plus B ning 4i bo'ladi. Ya'ni A minus B turibdi, mana daraja 4 bo'ldi, 3 bo'ldi, 2 bo'ldi, 1 bo'ldi, mana yo'q bo'lib ketdi.
B o'zi yo'q edi, keyin 1 bo'ldi, 2 bo'ldi, 3 bo'ldi, 4 bo'ldi. Mana shunaqa deb jarayon. Keyin A plus B ning 7si bo'lsa, A plus B bo'ladi. Keyin bu yerga A plus B ning xo'p, A plus B ning 7si emas, A ning 7si plus B ning 7si bo'lsa, bunga o'xshash faqat 5 ta o'rniga 7 debmiz. Shunda bu nima bo'ladi? Bu A plus B bo'ladi. Keyin bu yerga A ning 6si bo'ladi. A ning 6si. Keyin mana o'shib kamayib ketaveradi. Minus A ning 5i B plus A ning 4i B ning x'i plus A ning kubi B ning kubi plus mana bo'lishi kerak. Keyin mana plus bo'lishi kerak. A ning x'i B ning 4i, keyin minus A ni o'zi B ni 5i, keyin plus B ning 6si. Endi mana jarayon. A plus B bo'lyapti bu. Keyin A darajasini 6, keyin 5, keyin 4, keyin 3, keyin 2, keyin 1, keyin yo'q, mana kamayib ketdi. B niki mana yo'q edi, keyin 1 bo'ldi, keyin 2 bo'ldi, 3 bo'ldi, 4 bo'ldi, 5 bo'ldi, 6 bo'ldi. Keyin mana bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus bo'lyapti. Ya'ni plus minus bo'lyapti. Endi A ning 7si ayrilgan B ning 7si bo'lsa, A minus B bo'ladi. Qolgani mana bilan bir xil bo'ladi, hammasi plus bo'ladi. A ning 6si plus A ning 5i B plus A ning 4i B ning kvadrati plus A ning kubi B ning kubi plus A ning kvadrati B ning 4i plus A B ning 5i plus B ning 6i. Ya'ni hammasi plus bo'lyapti. Buni hammasi plus bo'lar ekan. Endi xuddi shunday 9lar ham shunaqa bo'ladi. Masalan, A ning 9i plus B ning 9i kelsa, bu nima bo'ladi? Birinchi A plus B bo'ladi. Keyin A ning 8i bo'ladi. Ya'ni mana 7 bo'lgan payt 6 bo'lgan, 9 bo'lgan payt 8 bo'ladi. A ning 8i minus A ning 7si B plus A ning 6si B kvadrat minus A ning 5i B ning kubi. Keyin plus A ning 4i B ning 4i minus A ning kubi B ning 5i plus A ning kvadrati B ning hop 6si minus A ning o'zi B ning 7si plus B ning 8i. Yana o'sha gap. Plus bo'lsa plus bo'lyapti, keyin A darajasi mana 8, keyin 7, keyin 6, 5, 4, 3, 2, 1 yo'q bo'lyapti. B niki yo'q, keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo'lyapti. Bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus, bitta plus, bitta minus bo'lyapti. Mana plus keyin. Endi A ni 9i minus B ni 9i bo'lsa, A ni 9i minus B ni 9i degan mana shuni o'zi bo'ladi mana. A minus B bo'ladi. Keyin qolgan hammasi shuni o'zi misot bo'ladi. A ni 8i plus A ni 7si B plus A ni 6si B ni kvadrati plus A ni 5i B ni kubi plus A ning 4i B ning 4i plus A ning kubi B ning 5i plus A ning kvadrati B ni 6si plus A B ni 7si plus B ni 8i. Hammasi plus bo'ldi. Shuni o'zim qaytarib yozib qo'ydim. Endi 11lar kelsa ham xuddi shu tartibda, 13lar kelib qolsa ham xuddi shu tartibda davom etib ketaveradi. Endi bu kattaroq darajalar kelsa mana shunaqa ishlanadi. Davom etamiz. Endi bizga mana birinchi formula o'tdik mana. A plus B ning kvadrati. Bu degani A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat deb o'tdik mana. Endi buni misol keladi bizga. 2x qo'shilgan 3 ning qavs kvadrati. Mana shuni ishla desa e'tibor qilamiz. Birinchi kelgani A ni joyiga kelayotgan bo'ladi, ikkinchi kelgani B ni joyiga kelayotgan bo'ladi. Demak, A ni o'rniga nima qo'yamiz? 2x qo'yamiz. Nima bo'ladi shunda? 2x ning kvadrati bo'ladi plus 2, A ni joyiga yana 2x, B ni joyiga 3, yana B ni joyiga 3 ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni A ni joyiga 2x ni yozib chiqdim, darajalari o'zi turibdi. B ni joyiga 3 ni yozib chiqdim, bo'ldi. Mana shuni ixchamlab qo'yamiz. Ixchamlab qo'ysak, mana 2x kvadrati 4x kvadrat bo'ladi. 2 kir 2 4, 4 kir 3 12. Demak, plus 12x bo'ladi. Keyin 3 kvadrati plus 9 bo'ladi. Mana shu oxirgi javob. Keyin ikkinchi formula. A minus B ning kvadratini o'tdik. Bu nima degani? A kvadrat minus 2AB plus B ning kvadrat degani. Endi bundan. Xo'p, misol 3x ayrilgan 2 ning qavs kvadrati bo'ladigan bo'lsa, A ning joyiga 3x, B ning joyiga 2 ni qo'yib chiqamiz. Ya'ni 3x ning
kvadrati ayrilgan 2 ko'paygan a ning joyiga 3x, b ning joyiga 2 plus 2 ning kvadrati. Bundan 3x kvadrat nima bo'ladi? 9x kvadrat bo'ladi. Bunisi 2 kere 3 6 6 kere 2 12 minus 12x bo'ladi. Keyin plus 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Demak, mana shu bo'lyapti. Uchinchisi a ning kvadrati ayrilgan b ning kvadrati bo'lsa, a ga b ni bir marta qo'shamiz. A dan b ni bir marta ayiramiz. Formula shunday. Endi bunda 4x kvadrat ayrilgan 25 keladigan bo'lsa, buni yozib olamiz. 4x kvadrat degani 2x ning kvadrati ayrilgan 25 degani 5 ning kvadrati. Bu bir qo'shib berishga tushadi. Ya'ni 2x ga 5 ni bir marta qo'shamiz. 2x dan 5 ni bir marta ayiramiz. Ya'ni bir marta qo'shdik, bir marta ayirdik. Keyin 4-inchisi. A ning kubi plus b ning kubi formula. Ya'ni a plus b a ning kvadrati minus ab plus b ning kvadrati degan formulaga qo'yadigan bo'lsak, bundan kelib chiqadi. Bundan misol x ning kubi qo'shilgan 7 ning kubi bo'ladigan bo'lsa, birinchi qavs nima bo'ladi? x plus 7 bo'ladi. Keyingilar nima bo'ladi? X ning kvadrati ayrilgan. Xo'p, a ga b ni ko'paytiradigan bo'lsak, mana nima bo'ladi? Mana a bu b bo'lyapti. X ko'paygan 7, keyin plus 7 ning kvadrati. Buni davom ettiradigan bo'lsak, x plus 7 bo'lyapti mana. Keyin bu yog'i x kvadrat, bu ikkalasi minus 7x, keyin bunisi 7 ning kvadrati plus 49 bo'ldi. Mana shunday bo'lyapti, yoyilmasi. Davom etamiz. 5-inchisi. A ning kubi minus b ning kubi kelsa, bu a minus b bo'ladi. Keyin a ning kvadrati plus ab plus b ning kvadrati bo'ladi. Ya'ni mana minus bo'lsa, qolgan hammasi plus bo'lyapti. Masalan, misol x ning kubi ayrilgan 3 ning kubi kelsa, hop bu birinchi qavs x ayrilgan 3 bo'ladi. Keyingisi x ning kvadrati qo'shilgan x ko'paygan 3, keyin qo'shilgan 3 ning kvadrati. Buni davom ettiradigan bo'lsak, x minus 3, mana x minus 3, keyingisi x kvadrat, bu ikkalasining ko'paytmasi plus 3x, keyin 3 ning kvadrati 9 bo'ladi. Keyin 6-formula. A plus b ning qavs kubi. Bu degani a ning kubi plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus b ning kubi kelsa, buni yozib olamiz. Xo'p, 2x plus 5 ning qavs kubi kelsa, bizga a ning joyiga yozamiz. 2x ning kubi plus 3, a ning joyiga yana 2x ning kvadrati, b ning joyiga 5 plus 3, a ning joyiga 2x, b ning joyiga 5, keyin kvadrat plus 5 ning kubi. Endi buni ixchamlab chiqamiz. Qilgan ishimiz a ning joyiga nima qo'yib chiqdik? 2x qo'yib chiqdik, b ning joyiga nima qo'yib chiqdik? 5 qo'yib chiqdik. Darajalar o'z turibdi. Mana 3, 2, 2, 3 deganlar o'z turibdi. Endi bu 2 ning kubi nima bo'ladi? 8, x ning kubi bo'ladi bu. Bunisini hisoblaymiz. 2 ning kvadrati necha? 2 ning kvadrati 4. 3 kere 4, 12, 12 kere 5, 60. Demak, 60 x ning kvadrati bo'lyapti. Xo'p, keyingisi 3 kere 2, 6 bo'lyapti. 5 kvadrati 25 bo'lyapti. 6 25imiz 150 bo'lyapti bizda. 150. Demak, 150 x bo'lyapti. Bunisi keyin plus 5 ning kubi 125. Mana shu yoyilmasi bu. Endi 7-inchisi. A minus b ning kubi kelsa, bu a ning kubi minus 3 a kvadrat b plus 3 a b kvadrat minus b ning kubi kelsa, bundan xulosa masalan x minus 1 ning qavs kubi kelsa, buni yozib olamiz. X ning kubi ayrilgan 3 ko'paygan a ning joyiga x ning kvadrati ko'paygan 1 plus 3 ko'paygan a ning joyiga x ko'paygan 1 ning kvadrati ayrilgan 1 ning kubi. Endi buni ixchamlasak, x ning kubi minus 3x kvadrat mana, keyin plus 3x mana minus 1. Ya'ni formula bo'lyapti buni. Shunaqa yoyildi. Endi mana shu asosiy 7 ta formula, o'sha 7 ta formulaga bitta-bitta misol ko'rib chiqdik.